Распаковка чек Pinduo'dan. Birinchi narsamiz shunaqangi uyga kiyadigan ishtonmi, короче говоря, triko shunaqa narsa bo'ldi. Bu narsa shu ko'rinishda keldi. Tosh birga bir kelmadi-yu, rasmdagidaqa normalni. Materiali qanaqaligini ham bilmadim. Men buni gazeta yaxshi deb ayta olaman. Keyingi narsamiz sharf. Men ham o'tgan yili shunaqa ko'rinishdagi sharf olgan edim. Yumshoq edi. Menimcha bunisi ham yumshoq keldi, lekin ozgina kaltaroq, keyin ob'yomi ham kichkinaroq. Keyingi zakazim shunaqangi shirincha sviter bo'ldi. Bu narsa menga вообще yoqdi. O'tgan safar qilgan sviterimni yengilaricha kichkina keldi, lekin buni MK qilib belgiladim, ya'ni bitta razmer katta qilib belgiladim. O'zim xohlaganday rukavalari uzun keldi. Hammaga e'tibor uchun katta rahmat. Podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin.